Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti O'zbekistondagi o'z nufuzi va o'z o'rniga ega oliy o'quv yurti hisoblanadi. Universitet o'zining qariyb 50 yillik faoliyati davomida davlat va jamiyat hayotida o'z o'rniga ega rahbar xodimlar, olimlar, bir so'z bilan aytganda bugungi kunda yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelayotgan minglab ziyolilarni yetishtirdi. Bugun Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti moliyaviy va akademik mustaqil oliygohdir. Bu maqom universitetda yangi imkoniyatlarni ishga solish, talabalar uchun munosib shart-sharoitlarni yaratish, ularning bandligini ta'minlash, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, daromad topish va turli tashabbuslarni amalga oshirish imkonini beradi. Universitetda 17 ta fakultet, 53 ta kafedra, 82 ta ta'lim yo'nalishlari, 54 ta magistratura mutaxassislari hamda 12 ta qo'shma ta'lim dasturlari mavjud bo'lib, ayni paytda 27 mingdan ziyod talaba tahsil olmoqda. Ularga 1000 nafardan ziyod professor o'qituvchilar, jumladan 50 dan ortiq fan doktorlari va professorlar, 327 nafar fan nomzodlari va dotsentlar saboq bermoqda. Universitetda ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, muhandislik, iqtisodiyot, sport, turizm va xizmatlar sohalari kabi ko'plab tarmoqlar uchun mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bundan tashqari, universitetda bugungi zamon talablariga mos ravishda mutaxassis kadrlar tayyorlanmoqda. Jumladan jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar, yurisprudensiya, mexanika va matematik modellashtirish, energetika va mexanik muhandisligi, gidrotexnika va geotexnika muhandisligi, elektronika, robototexnika, suv xo'jaligi, melioratsiya, logistika kabi yo'nalishlarga yoshlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda. Kundan kunga yangilanib, rivojlanib borayotgan iqtisodiyotimiz uchun eng kerakli sohalarga aylangan ushbu yo'nalishlarda kadrlar tayyorlayotgani Qoraqalpoq davlat universitetining yurtimizning haqiqiy ilm markazi, iqtisodiyotning drayveri sifatida maqomini yanada oshirmoqda. Darhaqiqat, xalqaro hamkorlik sifatli ta'lim kafolatidir. Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti yil sayin xalqaro hamkorlik doirasini kengaytirib bormoqda. Universitet hozirgi kunda 30 dan ortiq mamlakatning nufuzli 155 ta oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Universitet xalqaro oliy ta'lim reytinglarida egallab turgan pog'onasini muntazam ravishda yangilab bormoqda. Hozirga qadar universitet o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish, ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida Germaniya, Malayziya, Shvetsiya, Belorussiya, Sloveniya, Italiya, Xitoy, Turkiya, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston davlatlarining nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan xorijlik professor, o'qituvchi va mutaxassislar jalb qilinmoqda. Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti moddiy-texnik jihatdan salohiyati yuksak oliygoh sanaladi. Ayni paytda talabalar uchun 9 ta o'quv binolaridagi 402 ta auditoriyalarda ta'lim uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Barcha auditoriyalar va 35 ta laboratoriyalar eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Oliygohning 9 ta talabalar turar joyi talabalarni o'z bag'riga chorlagan bo'lsa, u yerda tashkil etilgan turli to'garaklar hamisha yoshlar bilan gavjum. Qolaversa, universitetda bitta akademik litsey, 22 ta texnikum, Romanovskiy nomidagi matematika instituti, Qoraqalpog'iston bo'linmasi hamda Qatag'on qurbonlar xotira muzeyi mavjudligi oliygohning nufuzini yanada oshirmoqda. Qoraqalpoq davlat universitetida yuksak ma'naviyatni, hayotiy pozitsiya va keng dunyoqarashga ega bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilgan. Shu asnoda talabalarning darsdan keyingi vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida doimiy ravishda o'tkazilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bir so'z bilan aytganda, Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mamlakatimizdagi eng oldi ilm o'chog'i sanaladi. Faoliyati tobora kengayib borayotgan oliy ta'lim dargohining nufuzi ham shunga munosib ravishda yuksalib bormoqda. Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti bugungi kunda oliy ta'lim tizimidagi jadal rivojlanish bosqichida islohotlar jarayonida faol ishtirok etayotgan va zamonaviy ta'limning har bir qirralarini o'zida mujassam etishga intilayotgan shonli tarix va porloq kelajakka ega oliy ta'lim muassasasidir.